boshqa dalillarni ham kutamiz. Shuni biling podsholar, qiladigan har bir ishingizda yolg'iz emassiz. Tushuna olmadim, hukmdorim. Qiladigan har bir ishingizda nafsingiz bilansiz podsholar. Ammo faqatgina nafsingiz bilangina ham emassiz. Izzatingiz, nomusingiz, qadringiz, farosatingiz, iymoningiz ham bor. Ya'ni bilingki, nafsimga qul bo'ldim deb qarshimga kelsangiz, biz sizga aytamizki, izzatingiz qayerda? Nomusingiz qayerda? Sharafingiz qayerda? Yana bilingki, qilmishingizni mirshablarimiz ko'rmasa, qozilarimiz ko'rmasa, biz ko'rmasak, Alloh ko'radi. Xiyonat qilishga uringanlarning oqibatlari ma'lum. Bizning ularga beradigan jazodan qochsalar ham Allohning azobidan qocha olmaydilar. Buni biling va ishlaringizda shu dasturul amal bo'lsin. Chiqishingiz mumkin.